kechagina internet tarmoqlarida o'qiganimiz yaqin do'stlarimizdan deydi bir postda Fransiyaga qilgan safari asnosida sodir bo'lgan bir ajib voqea. Aytayapti, men Fransiyaga safar qilyapman, bir joyga kirdimda masjid yo'q. Do'kondan suv olib, yo'lni chetiga chiqib, men tahorat qilyapman, darrov namozimni o'qib olishlik uchun. Bugungi kunda bizda ham unaqa holatlar ko'p. Hammamizda cho'ntak joy namozlar bor. Qiblalarimiz, telefonlarimizda bemalol topa olamiz. Yo'lni chetida bir tahorat qilib olsak bo'ldi. Men tahorat qilyapman deydi. Sezyapman, meni boshimning ustida bir kishi meni kuzatyapti. E'tibor bermadim, tahoratimni qilaverdim dedi. Tahorat qilganimdan keyin tahorat qilib bo'ldimda, qaradim, meni ustimda bir kishi qarab turibdi. O'rnimdan turdim va menga aytdi, "Sen kimsan?" dedi. Men unga aytdim, "Men musulmonman." Va aytdiki, "Sen qayerdansan?" dedi. U aytdiki, "Men Pokistondanman." Yana u ajablanib menga yana savol beryapti. "Sizlarni diyorlaringizda jinnixona nechta?" dedi. Bilmadim dedi. 1-2tami, 3-4ta bordir, lekin aniq bilmayman, lekin kam. Yana kasalxonalarga nisbatan jinnixona kam dedi bizda. Yo'q hisobida dedi. Bitta bordir, 2ta bordir, 3ta bordir. Ja bo'lsa, uzoq borsa, uncha ko'p emas dedi. Keyin u aytdiki, "Sen hozirda nima qilding?" dedi. Aytdiki, "Men tahorat oldim. Dinimizning talabi shu. Namoz o'qimoqchiman, tahorat oldim." Qanday? "Sen nima qilding?" desa, tahorat olgan odamga nima deysiz? Jinnimi bu deydi. Bu namoz o'qishligim uchun oddiy bir tahorat oldim. Tahorat oddiy. U bir olam shumul biron bir insonlar qila olmaydigan bir narsa emas, hamma qiladi tahorat. Men tahorat qildim dedi, bir oddiy. Namoz o'qishim kerak, vaqti bo'ldi, mana men shuning uchun men tahorat oldim dedi. Mana shu ishni bir kunda necha marta qilasizlar dedi. Biz dedi 5 mahal namoz o'qishligimizdan oldin tahorat qilishligimiz kerak dedi. Men 3-4 mahal qilaman dedi. Chunki men tahoratimni tez sindirmayman dedi. Shunda u hayron qoldi va men so'radim, undan keyin so'radim. Siz nega mendan bu gaplarni so'rayapsiz? dedi. U odam aytdi, "Men aqli zaiflar, ya'ni aqli rivojlanishdan orqada qolgan. Ya'ni jinnixonaga o'xshagan bir joyda dedi, men katta doktorman dedi. Meni yoshim deyapti 60 yoshga borgan. Men bir narsani ustida 40 yildan beri tadqiqot o'tkazaman. 40 yildan beri. Xo'p. Insonning aqli nega zaif bo'ladi? Nega aql, miya rivojlanishdan orqada qoladi? Odam salomat, lekin rivojlanishdan orqada. Nega? Sabab nima? Men shuni ustida 40 yildan beri tadqiqot o'tkazaman dedi. Va men dedi, senda mana shu holatni ko'rdim. 40 yillik tadqiqotimni sen oddiy aytib, oddiy holatda qilyapsan. Biz bu haqida kitoblar yozganmiz dedi. U aytayapti, Pokistonlik odam. Doktor ekan o'zi nimadirlar deyapti. Men umuman tushungan joyim yo'q deydi. Keyin ushbu insonning bosh miyasida, orqa miyada insonning miyasiga oziqlantiruvchi neyronlar bo'ladimi endi? Qanaqadir miyani oziqlantiradigan nerv sistemalari bo'lar ekan. U nerv sistemalarining asosiy o'tish joyi bo'yindan ekan. 4 ta katta asab tolalari, o'sha katta asab tolalari miyani rivojlantirar ekan. Va o'sha bo'yindan o'tgan ekan. Aytadi, men 40 yillik tadqiqot qilib miyani mana bu bo'yindan o'tadigan 4 ta asab tolasini bir kunda 4 marta ho'llab turmasa,
miya rivojlanishdan qolar ekan degan oxirgi tadqiqot xulosasini biz topdik 40 yilda. Va biz kasalxonada bugun aqli zaiflarni bo'ynini sochi ko'p o'sgan bo'lsa ko'proq, kam o'sgan bo'lsa kamroq ho'llaymiz dedi. Mana shu tadqiqotni o'tkazib, biz ularni bugungi kunda bo'yinlarini 4 marta, 3 marta sochlarining o'sishiga qarab 3-4 marta ho'llaymiz, ularning miyalarida rivojlanishini biz ko'ryapmiz dedi. Sen mana shu holatni oddiy qilyapsan dedi. U aytdiki, bizni dinimizni talabi shu, tahorat qilayotganda, maxsus olayotganda boshni ho'l qilib, oxiri qo'lni ikki orqasi bilan bo'yinni maxsus tortib qo'yish. Bizda dedi, dinimizda talabi mana shunday. Bu joyda biz bir hech qiyin holatni, hech qanaqangi tadqiqot qilinadigan kitoblar yozadigan narsa bizda yo'q. Bizda tahorat arkonlarida bor. Mana bunday qilasan, qo'lingni yuvasan, burningni yuvasan, og'zingni chayqaysan, yuzingni yuvasan, undan keyin boshingga bir maxsus tortasan-da, qo'lni orqasi bilan bir bo'yningni ho'llab qo'yasan. Deyilgan. Keyin undan keyin oyog'imizni yuvamiz dedi. O'shani qo'lidan olib, o'sha tadqiqot markaziga olib borib, o'sha joydagilarni hammasi dinimizda aynan mana shu narsa, ya'ni shariatda mana shu narsa borligini bilib, yoppasiga hammasi musulmon bo'lgan ekan. Haqiqatda, birodar, bizda berilgan bu din, bizga berilgan bu Qur'on, bizga berilgan bu shariat insonni baxtli qilishlik uchun. Insonni nafaqat dunyoda, oxiratda saodatli qilishlik uchun. Tamom, boshqa masalasi yo'q. Shunday ekan, birodar, shuni ilmini o'rganib, bunga amal qilaylik. Biz bugun tahoratlarimiz juda tez-tez. Namozlarimiz o'ziga yarasha, namozlar tez-tez. Birodar, agar inson qancha ko'p sajdada o'tirsa, qariganda miyada qon quyilishi bo'lmas ekan. Yoki sajdaning nafaqat diniy, dunyoviy, tibbiy foydalarini biz bilganimiz yo'q hali. Yillar o'tyapti, texnikalar rivojlanyapti, buning ustiga odamlar tadqiqot olib borilyapti. Insonda katta davlatlarda mashq qanaqa boshni xuddi biz sajdada turadigandek yerga bir kunda ertalab 5 daqiqa, kun oxirida 3 daqiqa mana shunday qilib tursa, mana bu kasalliklarga shifo bo'lar ekan. Uni tadqiq qilganlar 20 yil davomida. Bizning dinimizda oddiy aytilgan. Mana sajda qilasiz, hisoblang, bir kunlik qiladigan sajdalaringizni daqiqaga hisoblang, 5 daqiqa bo'ladi bu. Yo 4 daqiqa bo'ladi. Eng kami 3 daqiqa bo'lishi kerak. Bo'ldi, masala yo'q. Alloh taoloning o'zi shariatga bizlarga mana shuni fazl qilib berdi-ku mana. Bizni ham mana shu joylarda dunyoga keltirtirib, bizlar tadqiqot ustida yugurib, kasallar bo'lib, masalan. Alloh taolo bizlarga mana shuni berdi. Maqsad nima? Maqsad shariat naqadar bizlarga yengil, Allohning fazli ekanligini tushunishligimiz uchun. Mana shuning uchun mana shu ilmlarda inshaalloh biz usiz bardavom bo'lishligimiz kerak.